Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan klasslar haqida yana darsimizni davom ettiramiz va klasslarda ishlatilayotgan paytda bu yerda inheritance degan narsa ham bor, ya'ni meros olishlik. Ya'ni klasslar boshqa bir klassdan meros olishligi ham mumkin. Meros olish deganda bitta klass bor, deylik bizda ikkita klass mavjud. Birinchisi ikkinchi klassdan meros olgan va ana shu meros olganda o'sha yuqoridagi klass ichida nimalar bo'lsa, qanaqangi o'zgaruvchilar bo'lsa, qanaqangi funksiyalar bo'lsa, meros olgan klass shu o'rtasidagi hamma o'zgaruvchi hamda funksiyalarni qo'shib o'ziga oladi. Ya'ni bu degani o'zida yo'q funksiyalarni, o'zida yo'q o'zgaruvchilarni otasidan oladi va otasida turgan funksiyalarni bemalol ishlata oladi. Shunga bugun sizlar bilan misollarni ko'ramiz. Xo'p, deylik bizga bitta odam degan bitta klass ochamiz yoki bo'lmasam shaxs degan bitta klass ochamiz. Hop, shaxs dedim. Shaxs.php. Hop, endi bunimiz ichiga php ni kerakli kodini yozib olamiz va shu yerga bitta klass ochaman. Klass shaxs. Hop, bitta klass ochdim, shaxs degan. Endi yana bitta klass ochaman. Yana bitta klass ochamiz. U klassimizning nomi hop, ishchi deymiz. ishchi.php. Hop, bu yerda ham bitta klass ochamiz. Ishchi degan. Hop, yana bitta klass ochamiz. U yerga endi o'quvchi degan bitta klass ochamiz. O'quvchi yoki bo'lmasam talaba deyishimiz ham mumkin. Talaba.php. Hop, bunga ham xuddi shu kerakli narsalarni yozib qo'yamiz. Talaba. Hop, ko'ryapsizlar, bizda 3 ta klass ochildi. Birinchisi shaxs, ikkinchisi ishchi, uchinchisi esa talaba. Shaxs, ishchi, talaba. Hop, endi bizda mana bu ishchi hamda talaba ikkita klassimiz mana bu shaxs klassdan meros oladi. Ya'ni meros deganda bu shaxs klassimiz ichidagi o'zgaruvchilarni o'ziga meros qilib oladi. Deylik, bu yerda name degan bitta public o'zgaruvchi bor. Va undan keyin surname degan bitta o'zgaruvchi bor. Va undan keyin esa bitta public function get full name degan bitta funksiya ochiladi va u funksiya qaytaradi to'liq nomni. Deylik, misol uchun bu yerga this shu klass ichidagi name ni qaytar deymiz va undan keyin esa this, ya'ni shu klass ichidagi surname degan hop to'liq ismi deylik. Mana shu tekstimizni qaytaradi. Xo'p, endi mana bu funksiyamizni endi ishchi klassimiz extends oladi. Extends degani bu
meros qilib oladi degani, ya'ni qo'shib oladi degani. Qo'shib oladi o'ziga qaysini shaxs degan klassni o'ziga qo'shib oladi. Xo'p, endi bu shaxs degan klassni qo'shib olishlik uchun oldin shaxs degan faylimizni chaqirib olishimiz kerak. Bu yerga require bilan chaqirib olamiz. Hop, shaxs deymiz, undan keyin esa php deymiz. Mana bu faylni chaqirdik va bu faylning ichidagi shaxs degan klassni mana bu yerga extend qilish uchun berib yubordik. Ya'ni bu degani shaxs bu eng yuqorida turgan ota klass bu. Bu klassni ichidagi funksiya hamda o'zgaruvchilarni mana bu klassimiz o'ziga meros qilib olyapti. Ya'ni bu degani bu klassimiz mana bu ota klassdagi funksiya hamda o'zgaruvchilarni bemalol ishlatishligi mumkin. Mana bu klassimiz. Bu bola klass, bu esa ota klass. Ya'ni otasini bor budini hozir o'ziga tortib oldi. Mana bu klassimiz. Bu bola klass, bu ota klass. Xo'p, endi mana bu yerga bitta funksiya bitta fayl ochamiz. Faylimizni misol uchun index.php deylik. Xo'p, mana shu faylimizni ichida mana bu shaxs degan faylimiz emas, ishchi klassimizni chaqiramiz. Mana bu faylga. Xo'p, buning uchun require deymiz. Require. Xo'p, ishchi.php fayl o'zimizga chaqira olamiz. Va mana bu yerdan esa endi bu fayl ichidagi klass chaqiramiz. Deylik, masalan Doni deymizda va ishchi degan klassni chaqiramiz va doim klass chaqirgan paytimizda oldiga new belgisi qo'yib ketishligimiz shart. Sababi bu dasturlashtirilgan standart hisoblanadi. Har qanday klassni chaqirishligimizdan oldin oldiga new belgisi qo'yib ketishligimiz shart. Hop, endi esa print qilib bu Donini ichidagi name emas, bo'pti, name deylik. Name konsolga chiqarib deymiz terminalga. Hop, endi ishlatib ko'ramiz buni. Hop, mana bu yerda xatolik chiqyapti. Class ishchi not found index 9-fayl. Ya'ni mana bu joyda ishchi degan bizda hech qanday klass topilmadi deyapti. Biz mana buni chaqirgan edik-ku, nimaga buning ichidagi klass ishlamadi? Hop, ishchi.php faylimiz mana bu. Buni ichidagi klassimiz esa ishchi bo'lib qolibdi. Ishchi bo'ladi. Boshqatdan ishlatib ko'ramiz. Saqlanib qildik hamda ishlatib ko'ramiz. Hop, bizda hozircha hech narsa ishga tushgani yo'q. Hop, dynamic boshqatdan ishga tushiramiz. Ishga tushgisi kelmayapti.
Hop. Bunga stop beramizda boshqatdan ishga tushiramiz. Hop, mana buni bosamiz. Console отладки. Выходные данные. Hop. Dynamic Xdebug. Boshqatdan ishga tushiramiz. Hech narsa ishga tushgani yo'q index.php faylimizda. Hop, current open script deymiz va mana buni bosib ko'ramiz. Buni bosamiz va boshqatdan ishga tushiramiz yana. Hop, demak, bizda hozir hech qanaqangi ma'lumot ko'ringani yo'q bu yerda. Sinashlik uchun mana bu yerga bitta print yozib ko'ramiz. Bu yerga misol uchun salom deymizda, boshqatdan ishga tushirib ko'ramiz. Hop, ko'ryapsizlar, salom ishga tushyapti, lekin mana bu ko'ringani yo'q. Sababi bor. Chunki bu ishchi klassimiz ichidagi name, ya'ni ishchi klassiga kiramiz. Bu yerda hech qanaqangi name degan o'zgaruvchi yo'q. U name degan o'zgaruvchini mana bu shaxs klassi ichidan olgan u. Mana shaxsga murojaat qilamiz. Shaxs ichida mana name degan o'zgaruvchi bor. Mana shuni chaqirilyapti. Lekin hozir bu yerda name hech qanaqangi qiymatga ega emas. Shuning uchun mana bu yerda ham hech qanaqangi yozuv chiqayotgani yo'q. Chunki bu o'zgaruvchimiz bo'm-bo'sh. Shuning uchun bu yerda ham hech qanaqangi ma'lumot chiqayotgani yo'q. Va buni o'chirib tashlaymiz. Hop, endi esa new ishchi deymizda, undan keyin hop, qanaqadir bitta ism berishligimiz kerak bo'ladi. Hop, endi ism berayotgan paytda ikki xil usulda biz ma'lumot o'rnatishligimiz mumkin klass ichidagi o'zgaruvchilarga. Birinchisi mana bu joydan klassni chaqirgan paytimizda berib yuborishligimiz mumkin. Ikkinchisi esa maxsus funksiya ochamiz va ana shu funksiya orqali o'zgaruvchiga qiymat o'rnatishimiz mumkin. Birinchi usuldan foydalanamiz. Bu yerga azam deymiz yoki bo'lmasam doniyor deylik. Hop, doniyor yoki bo'lmasam doni. Hop, undan keyin esa mana bu yerga yozamiz. Abdullayev deymiz. Abdullayev dedik. Ism familiyasini klass chaqirgan paytda berib yubordik. Endi mana bu joyga constructni yozamiz. Ya'ni tashqaridan uzatilgan ma'lumotlarni tutib olishlik uchun bizga construct funksiya kerak edi. Public ikkita pastda chiziqcha construct deymiz. Hop, undan keyin esa mana bu funksiyaning ichida biz uzatib yuborilgan mana bu yerdagi parametrlarni uzatib yuborishligimiz kerak, ya'ni qabul qilishimiz kerak. Shaxs deymizda. Hop, ishchi deymiz. Hop, ishchining ichida birinchisi ism, ikkinchi uzatilgan ma'lumot familiya. Hop, demak bu yerga dollar ism deymiz. Undan keyin esa bu yerga dollar misol uchun Sharif deymiz. Va ularni qabul qilib olib keyingi qiladigan ishimiz public function construct deymiz. Bu yerga yozamiz this, ya'ni shu klass ichidagi name teng bo'lsin
dollar ismga va undan keyin this dollar this surname teng bo'lsin dollar sharifga dedik. Hop, endi esa mana bu funksiyamizni chaqirib ko'ramiz. Boshqatdan ishlatib ko'ramiz. Endi name bizga Donnyga teng. Ishlatib ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlar, Donny degan yozuv chiqyapti. Hop, ko'rib turganidek, bu klassimizga biz ikkita ma'lumot uzatdik. Donny hamda Abdullayev. Birinchisi ism, ikkinchisi familiya. Hop, endi buni konstrukt orqali tutib oldik. Birinchisi ism, ikkinchisi sharif, ya'ni familiya deb. Va uni mana bu this, ya'ni this degani shu klass degani, shu klass ichidagi name degan o'zgaruvchiga teng bo'lsin bu dedik. Va shu klass ichidagi surname degan o'zgaruvchi mana bu sharifga teng bo'lsin dedik, ya'ni Abdullayevga. Bu hozir Donnyga teng, bu Abdullayevga teng. Hop, endi savol tug'iladi. This name dedik, ya'ni shu klass ichidagi name o'zgaruvchi dedik. Lekin bu klass ichida hech qanaqangi name o'zgaruvchi yo'q-ku. Boyaginda aytib o'tdim. Bu name o'zgaruvchimiz mana bu shaxs klassni ichidan o'ziga meros qilib olgan. Ya'ni shaxs klassimizni ichida bizda name hamda surname bor edi. Mana shu ikkita o'zgaruvchini mana bu ishchi klassimiz meros qilib olgan buni ichidan. Shunaqa bo'lgandan keyin, ya'ni meros qilib olgandan keyin bu klass ichidan turib mana buni ichidagi o'zgaruvchilarni hamda funksiyalarni bemalol shu ishchi klass ichidan turib ishlatsak, chaqirsak bo'ladi. Xo'p, endi ya'ni xuddi o'ziniki qilib olgandek bemalol ishlatishimiz mumkin. Mana shu o'zgaruvchi hamda funksiyalarni. Xo'p, endi ko'rib turibsizlar, mana Donnyni ichidagi name chiqar konsolga dedik, Donny chiqdi. Lekin o'zi asli bu name ishchi klass ichida emas edi. Bu name'ni shaxs klass ichidan meros qilib olgan edi. Xo'p, endi keyingi qilib ko'radigan narsamiz Donnyni ichidan get full name deymiz. Get full name deymiz va okey bosamiz. Bizga to'liq ism chiqishligi kerak. Ko'ryapsizlar, mana Donny chiqyapti-da, undan keyin esa to'liq ism Donny Abdullayev deyapti. Ya'ni bu funksiyamiz ham ishchi klassi ichida yo'q edi. Get full name degan klass yo'q, funksiya yo'q. U funksiyani ham mana bu shaxs klass ichidan meros qilib olgan. Mana bu funksiyani. Xo'p, demak sizlar bilan hozir bitta shaxs degan klassni meros qilib qoldirdik ishchi degan klassga. Xo'p, endi yana bitta talaba degan bizda klass bor. Bu klassimiz ham extends qiladi, ya'ni o'zini boyitadi shaxs degan klassda. Shaxs degan klassni o'ziga meros qilib oldi. Ya'ni bu talaba degan klassimiz ham mana shu shaxs degan klass ichidagi funksiya hamda o'zgaruvchilarni o'ziga meros qilib oldi. Endi o'zini ichida bemalol buni ichidagi o'zgaruvchi funksiyalarni ishlatishligi mumkin mana bu yerdan turib. Xo'p, endi bunga ham bitta function construct beramiz. Construct. Bu yerda ham ikkita ma'lumot qabul qilib olamiz. Birinchisi ism, ikkinchisi esa sharif. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu $this, ya'ni shu klass ichidagi name teng bo'ladi $ismga va $this surname teng bo'ladi $sharifga. Hop, endi
buni ichidagi o'zgaruvchilarni tenglashtirib qo'ydik. Endi mana bu faylimiz ichida talabani chaqiramiz. Va u yerda hop talaba faylni chaqirdik va undan keyin esa mana bu yerga talaba deymiz. Hop, misol uchun Adiba deymiz. Adiba hop Obidova. Hop, endi bu yerga buni Adiba deymiz. Adiba. Hop, endi ko'rib turganingizday mana ikki xil klass ochdik. Ikki xil klassimiz ham bitta klassdan nasl, ya'ni meros olgan. Ya'ni shaxs klassdan. Bu ikkita klassimiz ham bemalol mana bu klass ichidagi name, surname hamda mana bu funksiyadan bemalol foydalana oladi. Ko'rib turganingizday talaba klassimiz ichida hech qanaqangi name degan o'zgaruvchi yo'q. Hamda mana bu talaba degan klassimiz ichida hech qanaqangi getFullName degan funksiya yo'q. Bu o'zgaruvchi hamda funksiyalarni mana bu shaxsdan meros qilib oldi. Endi bemalol o'ziniki qilib ishlatsa bo'ladi. Mana bunaqangi holatda. Hop, bu yerga bitta hop print hop n qo'yamiz. Print n qo'yamiz hamda konsolga chiqaramiz, ishlatib ko'ramiz faylimizni. Ko'ryapsizlar? Hop, Doni to'liq ism Doni Abdullayev, undan keyin esa Adiba, to'liq ism Adiba Obidova. Hop, endi sizlar bilan private hamda public o'zgaruvchilar haqida gaplashamiz. Private hamda public o'zgaruvchilar, bular bittasi ochiq bo'ladi, ya'ni public o'zgaruvchilar, public funksiyalar bular ochiq bo'ladi. Ya'ni mana bunaqangi holatda klassni chaqirib, ana shu klass ichidagi public o'zgaruvchilarni, public funksiyalarni bemalol tashqaridan chaqirsak bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana tashqaridan mana bu name o'zgaruvchini chaqirganmiz, tashqaridan getFullName degan funksiyani chaqirganmiz. Xo'p, endi bitta private o'zgaruvchi ochamiz. Xo'p, shaxsga ochamiz birinchi uni. Xo'p, passport deymiz. Xo'p, uni boshlang'ich holatda biz private deymiz va u deylik misol uchun pass 123 ga teng. Xo'p, endi ko'ryapsizlar, name bilan surname bu public o'zgaruvchi, ya'ni ochiq o'zgaruvchi. Password esa private o'zgaruvchi, ya'ni himoyalangan o'zgaruvchi. Bu shaxsiy degani, private degani. Xo'p, endi hozir mana shu private o'zgaruvchini chaqirishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, indeksga o'tamiz. Adibani ichidan mana buni hozircha komment qilib qo'ysak ham bo'ladi. Adibani ichidan man passwordni chaqiraman. Chunki bu yerda password degan o'zgaruvchi bor. Mana shu password degan o'zgaruvchini chaqiraman.
name ni ham chaqirdim, passwordni ham chaqirdim. Endi ishlatib ko'raman. Hop, ko'ryapsizlar, mana bu yerda Adiba degan o'zgaruvchi olib kelindi. Lekin bu yerda undefined property talaba ichidagi password. Ya'ni talaba ichida hech qanaqangi password degan o'zgaruvchi yo'q deyapti. Sababi private o'zgaruvchilar, ya'ni mana bu private o'zgaruvchilar hech qanaqachasiga meros qilib qoldirilmaydi. Hech qanaqasiga meros qilib qoldirilmaydi. Ya'ni bu klassda e'lon qilingan private o'zgaruvchi hech qachon meros bo'lib mana bu ishchi yoki talaba degan klassga meros bo'lib o'tmaydi. Bu private degani, shaxsiy degani faqatgina mana shu klassni o'zigagina tegishli bo'ladi, xolos. Faqatgina mana shu klassni o'zidangina chaqirib ishlatishligimiz yoki o'zgartirishligimiz mumkin, xolos. Ko'ryapsizlar, to'g'ridan to'g'ri buni chaqirib olishlikni iloji yo'q ekan, private o'zgaruvchilarni. Xo'p, endi savol tug'iladi. Agar private funksiyalarni buna qilib olishlikni, chaqirishlikni, ishlatishlikni iloji yo'q ekan, unda qanaqa qilib ishlatamiz? Xo'p, buning uchun maxsus bitta funksiya ochamiz. Mana shu shaxs klassni ichida public function deymiz. Get password degan bitta o'zgaruvchi ochamiz va mana shu o'zgaruvchi bizga o'zini ichidagi mana bu private ni chaqirib berishlik kerak bo'ladi. Ya'ni nima deydi? Shu klass ichidagi passwordimizni nima qilib ber? Qaytarib ber deydi. Hop, endi ishlatib ko'ramiz. Hop, password demaymiz. Password ishlamas ekan bizda. To'g'ridan to'g'ri unga murojaat qilib bo'lmas ekan private o'zgaruvchiga. Buni o'rniga biz $this $this emas, hop, Adibani ichidan get password degan funksiyani chaqiramiz. Endi ishlatib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, mana pass 1 2 3 chiqib kelyapti. Mana shunaqangi holatda private o'zgaruvchi hamda private funksiyalarga to'g'ridan to'g'ri mana bunaqangi holatda murojaat qilib bo'lmas ekan. Ularga murojaat qilishlik uchun maxsus bitta funksiya ochar ekanmiz va ana shu funksiyamiz o'sha klass ichidagi private o'zgaruvchini bizga return qilib qaytarib berishligi mumkin ekan. Faqatgina mana shu yo'l bilan private funksiyalarni, private o'zgaruvchilarni ga murojaat qilishligimiz mumkin ekan, xolos. Boshqacha yo'l bilan murojaat qilib bo'lmaydi. Xo'p, endi sizlar bilan protected funksiyalarni haqida gaplashamiz. Protected o'zgaruvchilar. Xo'p, shaxsga yana bitta protected o'zgaruvchi ochamiz. Protected masalan bank yoki bo'lmasam bank account deymiz. Bank accountimiz deylik qanaqadir raqamlarga teng belgilarga. Xo'p, endi protected endi tashqaridan turib chaqirib ko'ramiz. Tashqaridan turib chaqirib ko'ramiz. $Adiba ichidan dollar emas, bank account deymiz. Ya'ni Adiba bu shaxs klassdan meros olgan,
va meros ichida bank account ham bor, lekin uni tipi protected. Hop, endi protected o'zgaruvchini biz meros olingan mana bu ishchi, kechirasiz, talaba funksiyani klass ichidan turib o'zini otasidagi protected o'zgaruvchini chaqirishlikka harakat qilib ko'ramiz. Mana chaqirdik. Endi ishga tushirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaridek, cannot access protected property talaba back account deyapti. Ya'ni property protected o'zgaruvchilarni ham mana bu meros olingan klass, meros qilib olgan klass ichidan turib, ya'ni otasidagi mana bu talaba klassimiz o'zini otasi ichidagi protected o'zgaruvchilarni ishlata olmas ekan. Shundoq to'g'ridan to'g'ri. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun yana bitta maxsus funksiya ochamiz. Xo'p, bu yerda bizda ishchi emas, hozir biz talaba bilan ishlayapmiz. Xo'p, talaba klassimiz ichiga bitta public function ochamiz. Public function get account dedik. Mana shunaqa bitta funksiya ochdik. Bu funksiyamizning vazifasi o'zini otasini ichidagi protected o'zgaruvchini bizga berishligi kerak. Hop. Return $this ya'ni shu klassi ichidagi bank account degan o'zgaruvchini qaytarishligi kerak bo'ladi. Hop, endi ishlatib ko'ramiz. Boshqatdan. Hop, ko'ryapsizlar, cannot access protected property bank account. Hop, mana buni o'chirib turamiz. Buni o'rniga mana bu funksiyani chaqiramiz. Get account degan. Ko'rdinglar, protected o'zgaruvchini chaqirib bo'lmas ekan, ya'ni otasida joylashgan protected funksiyani yoki o'zgaruvchini to'g'ridan to'g'ri mana bunaqangi holatda chaqirib bo'lmas ekan. Hop, endi uni o'rniga boshqa narsa qo'yamiz. Adibani ichidan get account degan bitta funksiya chaqiramiz, chunki shunaqangi funksiyamiz bor bizda. Hop, adibani ichidagi get account chaqirdik, ya'ni talaba klassi ichidagi get account funksiyani chaqirdik. U esa mana shu klassni ichidan turib otasidagi bank account, ya'ni protected o'zgaruvchini chaqirishlikka harakat qilib ko'radi. Hop, boshqatdan ishga tushiramiz. Ko'ryapsizlar, mana hop, bu yerda hop, oldiga birorta belgi qo'yib ketsa yaxshi bo'lar ekan. Hop, name dan keyin bitta break qo'yamiz. Bundan keyin yana bitta break qo'yamiz. Bundan keyin yana bitta break qo'yamiz. Va boshqa tashga tushiramiz. Hop, adiba bu public o'zgaruvchi edi. To'g'ridan to'g'ri chaqirsak ishladi. Mana. Hop, ikkinchisi password, ya'ni private o'zgaruvchi edi. Buni to'g'ridan to'g'ri chaqirishlik iloji bo'lmadi. Shuning uchun maxsus bitta funksiya ochdikda, ana shu funksiya o'sha o'zi joylashgan klass ichidagi private o'zgaruvchini bizga qaytarish vazifasini bajarib berdi. Mana shu orqali private o'zgaruvchini olishligimiz mumkin ekan. Hop, endi protected.
Protected ham xuddi shunaqa to'g'ridan to'g'ri chaqirishlikning iloji yo'q ekan, balki unga ham bitta maxsus funksiya ochib, ana shu funksiya orqali chaqirishligimiz mumkin ekan. Mana ko'ryapsizlar, bank accountimiz, bu esa passwordimiz, bu esa oddiy public funksiya bu. To'g'ridan to'g'ri chaqirib ketsak bo'ladigan funksiya. Xo'p, endi xuddi mana bu funksiyamizni talabani ichida ishlatib ko'ramiz. Ya'ni private bo'lgan o'zgaruvchini biz mana shu klassni o'zini ichidan chaqirdik. Ya'ni private ochilgan klassi ichidan turib o'sha private o'zgaruvchini qaytarishlikka harakat qilib ko'rdik. Bu ishladi. Keling, endi sizlar bilan hozir aynan mana shu funksiyani biz talaba funksiyasiga klassiga qo'yimizda get password deb turib o'zini otasidagi private'ni bizga qaytarishlikka harakat qilib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, mana hozircha bizda password o'zgaruvchimiz private va u shaxs ichida joylashgan va talaba klassi ichiga bitta maxsus funksiya ochdikda, o'sha funksiyaning vazifasi o'zini otasidagi private o'zgaruvchini bizga qaytarib berishlik kerak. Hop, get password. Bu get passwordimiz hozir talabaning ichida ishlaydi. Qani ko'ramiz. Hop, mana bu yerda ko'rib turganidek, o'zini otasidagi private o'zgaruvchini bola klassdan turib chaqirib bo'lmas ekan. Lekin protected o'zgaruvchini o'zini bola klassidan turib chaqirsa bo'lar ekan. Xuddi mana protectedda biz buni sinab ko'rdik, lekin xuddi shu narsa private'da ishlagani yo'q. Farqini menimcha ko'rdinglar. Private bu faqatgina o'sha o'zi ochilgan klassdan turib chaqirilsagina ishlaydi xolos. Protected bo'lsa meros bo'lib bolaga o'tar ekan. Ya'ni meros olgan bola klassdan turib biz otasidagi protected o'zgaruvchini chaqirishligimiz mumkin ekan. Albatta bu maxsus funksiya orqali to'g'ridan to'g'ri chaqirib bo'lmaydi. Mana bunga o'xshab. Xo'p, demak, protected hamda private'larni biz ko'rdik. Ikkalasi ham himoya qilingan. Protected hamda private o'zgaruvchilarni biz bola klassdan turib to'g'ridan to'g'ri chaqirishligimiz imkoni yo'q ekan. Mana bu holatda ikki xil o'zgaruvchimiz ham, ya'ni protectedni ham, private'ni ham to'g'ridan to'g'ri bola klassdan turib meros olgan klassdan turib, ya'ni bola klassdan turib otasidagi protected hamda private'ni chaqirish mumkin emas ekan. To'g'ridan to'g'ri. Lekin maxsus klass orqali, kechirasiz, maxsus funksiya orqali chaqirishligimiz mumkin ekan. Faqatgina protected o'zgaruvchini, ya'ni otasidagi protected o'zgaruvchini biz bola klassdan turib funksiya orqali chaqirishligimiz mumkin ekan. Buni biz protectedda sinab ko'rdik, lekin private'da bu ishlamas ekan. Private bu shaxsiy bo'lganligi uchun faqatgina bitta klass uchun mo'ljallangan va faqatgina private o'zgaruvchilarni faqatgina o'sha klassni o'zidan turib chaqirishlik mumkin xolos. Ko'rdinglar, mana bu otasidagi passwordni olib bera olmadi, chunki bu password private edi. Lekin otasidagi bank accountni olib berdi, chunki bu protected edi. Xo'p, endi bu private o'zgaruvchilarni ishlatishlik uchun u private o'zgaruvchi qayerda ochilgan? Shaxs klassi ichida ochilgan va shuning uchun biz mana bu funksiyamizni faqatgina mana shu shaxs klassimizni ichidan turib chaqirishlikka huquqiga ega ekanmiz xolos. Xo'p, demak, sizlar bilan bugungi inheritance darsimiz shu yerda tugaydi. Ya'ni meros olishlik va undan tashqari public, private hamda protected o'zgaruvchilar haqida gaplashdik.
keyingi dars videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.